Sadulla Ubaydullayevich, Keling Jasur Rustamович. bizda 4 xil turdagi внутренний standart rezinkalarimiz bor. Hop. Bizdan yana mijozlarimiz so'rashyapti. Yana qanaqa xillarni ishlab chiqarasizlar? O'zi qanaqa xillari bor deb. Hop. Bizda eskidan ikkita model bo'lgan, yupqa va qalin. Bozorda xilma-xillik yoki qanaqadir yangi talablardan kelib chiqib, yana ikkita standart qo'shgan edik. Endi bundan tashqari talabga ko'ra qattimligi, cho'zilishi yoki qanaqadir seriosi yoki yana bir boshqa parametrlar bo'yicha xohlagan kачестводagi внутренний rezinkalarni ishlab chiqarishimiz mumkin. Qalinligi bo'yicha ham, klasslari bo'yicha ham boshqa yangi modellar chiqarib berishimiz mumkin. Demak, har bir mijozning talabi asosida unda individual tarzda rezinka ishlab chiqarishimiz mumkin. Mumkin, muammo yo'q. To'g'ri. Rahmat. Davom etamiz.